Shahlo opa, buxgalterlar qanchagacha daromad topishi mumkin? Buxgalterlar endi hozir agar startoydan kelib chiqadigan bo'lsak, eng kam topayotgani 10 millionda. Ular o'zini resursini qay darajada taqsimlaganiga qarab turib, uni imkoniyati ham ko'tarilib boryapti. Masalan, hozirgi topayotgan puli uni birlamchi ehtiyojiga yetayotgan bo'lsa, u o'sha shunga qarab sekin o'zini plankasini ko'tarib boraveradi-da. Masalan, ikkita firma oldi, uchta firma oldi, keyin qarasaki, bir o'zi masalan katta firmani, ko'p firmani yurg'iza olmaydi. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, u hozirgi shu vaziyatidan kelib chiqib firma ochyapti. Endi firma ochgandan keyin kompaniyalar nima deydi, u перестанет ishlashni boshlaydi, boshqa qiladi. Ya'ni buni ehtiyoji undan ham ko'payib boradi. Agar bitta firma ochmasdan turib, bitta buxgalter o'rta hisobda qancha olyapti deydigan bo'lsangiz, katta oyligi qancha deb so'ramoqchi bo'lsangiz, $3000 dan $5000gacha olayotgan buxgalterlarimiz bor. U o'zini resursini qay darajada to'g'ri taqsimlagan, o'shandan kelib chiqib hozirgi paytda mana shu firma ochib ishlayotgan buxgalterlar $10,000 dan ko'p oylik topishyapti.